Qarzlar muborak o'rtoqlar. Qarzlar muborak. Mana, to'y mavsumi ham avjida. Qanchadan qancha oilalar baxtga to'lib yuribdi. Yana qanchasi to'y qarzini o'ylab tinchi buzilgan. Biz karantin paytida to'yni ozchilik bilan ham o'tkazish mumkinligiga amin bo'ldik. Ha bo'lar ekan-u dedik. Lekin vaqt o'tib, buni unutdik. Yana o'sha katta sarf-xarajat, yana kim o'zarga o'ynash, yana qarzga botgan yoshlar va ularning ota-onalari. Men bunaqa hayotni dekoratsiyaga o'xshataman. Tashqaridan qarasangiz, saroy, ichkariga kirsangiz, taxta va fanera. Xolos. Yo'q narsani bor qilib ko'rsatish bugun urfga aylandi. Xo'p, buni to'g'rilashning yo'li bormi? Albatta bor. Menga obuna bo'lib turing, aytib beraman. Yo'li oddiy. O'zingizga rostmana 3 ta savol bering. Bu to'y o'zi kim uchun? Men uchunmi yo odamlarning maqtovi uchunmi? Ikkinchi, men ko'rpamga qarab oyoq uzatyapmanmi o'zi yo yo'qmi? Uchinchi, bu qarzni to'ydan keyin kim to'laydi? Menmi yo boshqasimi? Shu savollarga vijdonan javob bersangiz, hammasi ayon bo'ladi. Yangi turmush qurgan oila qarzni o'ylab siqilib yurishi emas, yangi turmush qurgandagi baxtni his qilib yashash kerak. Hayotimizni dekoratsiyaga, o'zimizni esa uzoq yillik qarzdorga aylantirmaylik. Bu shunchaki akalik maslahat edi. To'ylar muborak o'rtoqlar. To'ylar muborak.